Judayam ko'p guvoh bo'lib qolamanda. Hayotda judayam g'iybatchi bo'lgan, zulmkor bo'lgan, dilozor bo'lgan, judayam ko'p tuhmatlarni qiladigan insonlar bilan ba'zi insonlar tenglashishga harakat qilishayotganini guvoh bo'lib qolaman. Ya'ni o'sha haddini bildirib qo'yish kerak, bunga ham hozir nimadir demasang, hozir erta undan battar qiladi degan gaplarni eshitaman-da. Lekin aslida bunaqa holatda aqlli inson unaqa gap gapirmaydi. Aqlli, farosatli inson mana shu yerda kim aqlli, kim farosatliroq deb birinchi o'rinda o'ziga savol beradi va bunaqa toifadagi insonlar bilan teng bo'lmaydi. Nimaga? Chunki siz bunaqa g'iybatchi emassiz. Siz ularga o'xshagan tuhmatchi emassiz. Siz ularga o'xshagan dil ozor emassiz, kibrli emassiz, hasadgo'y emassiz. Siz yomon inson emassiz. Demakki, bunaqa insonlar bilan biz qachonki tenglashishga harakat qilamiz, o'zimizni yaxshi tarbiyamizni unutgan bo'lamiz. Ular mana shunaqa illati bilan o'zini tarbiyasini ko'rsatayotgan insonlar bo'ladi. Aqlli, farosatli, tarbiyali inson ularga qarab, "Sizlar zo'rsizlar" deydi. Alloh qalbinglarni isloh qilsin deydi, yo'lida davom etadi.